Qadim zamonda ikkita qo'shni mamlakat bor edi. O'sha mamlakatning birida qalin o'rmonda bir hakka yashardi. Hakkaning qo'shnisi donishmand boy qush edi. Hakka boshqa qushlardan ajralib turishni istar, uyasiga shunchaki don, shoxcha emas, qimmatbaho buyumlarni, yaltiroq oltinlarni to'plashni yaxshi ko'rardi. U kun bo'yi sirg'a, uzuk, oyna kabi narsalarni uyasiga olib kelar. Uni uyasi shunday yaltirardiki, boshqa qushlar uni uyasiga qarab ko'zi qamashardi. Qaranglar, men boyman. O'rmondagi eng ziynatli uy meni uyim, deb maqtanardi u. Buni ko'rgan qarg'a, hakka, o'zing o'ylab ko'r. Bu to'plagan matohing seni qorningni to'ydirmaydi. Hech kimga foydasi yo'q, derdi qag'illab. Donishmand boyqush esa ko'pni ko'rgan, yumaloq boshi aqlga to'la bo'lgani uchun u boshqacha fikrda edi. Har gal hakka xazina ko'tarib kelganida, Alloh hakkani shunday yaratgan. Har bir ishda hikmat bor. Birovni ustidan kulish yaxshi emas, derdi ukkillab. Hakka esa, men yaltiroq narsalarni sevaman. Ularga qarasam ko'zim quvnaydi, deb yana xazina izlab uchib ketardi. Ikkinchi mamlakatda esa bir qishloqda pahlavon bir yigit yashardi. Yigit o'sha qishloqdagi boy xonadonning qiziga uylandi. Qishloqdagi odamlar bu go'zal kelinni boy qiz deyishardi. Ular bir-birini chin yurakdan sevar. Boy qiz yigitga juda mehribon edi. Kunlarning birida boy qiz yigitga yurak shaklidagi qimmatbaho quticha sovg'a qildi. Yurakchaning olmos ko'zi yal-yal tovlanib turardi. Oltin yurakchaning ichida dil izhori yozilgan xat bor edi. Xatda, agar yurak doimo sevsa, ular albatta birga bo'ladi, deb yozib qo'yilgandi. Kunlarning birida qishloqqa dahshatli xabar keldi. Ikki mamlakat o'rtasida urush boshlangandi. Yigit o'z yurtini himoya qilish uchun urushga ketdi. Qimmatbaho yurakni bo'yniga osib, ko'zda yosh bilan suyukli yori bilan xayrlashib uydan chiqdi. Oradan oylar o'tdi. Sog'inchning og'rig'i boy qizning qalbida chandiq bo'lib qoldi. Kunlar o'tdi, lekin yigitdan darak yo'q edi. Keyin esa yomon xabar keldi. Yigit og'ir janglarda bedarak yo'qolgan ekan. Bu xabar boy qizning qalbiga zulmat bo'ldi. Ammo u yigitning o'lganiga ishonmasdi. Urush balosi hakka yashaydigan o'rmonni ham chetlab o'tmadi. O'rmonga o't ketdi. Hakkaning tillodan yasalgan uyi ham kuyib kul bo'ldi. Osmonni qora bulut qopladi. Hakka har tomonga hakkalab, meni boyliklarim, meni ziynatli uyim, menda endi hech narsa qolmadi, deb qichqirdi. Buni ko'rgan qarg'a esa, endi tushundingmi hakka? Bu to'plagan zebu ziynatlaringning foydasi yo'q demaganmidim? Ana Allohning hikmati-yu, mana hikmat, deb hakkani masxara qildi. Hakka esa o'zini o'tga cho'qqa urib, qanotlarini kuydirdi. So'ng hech narsasiz qolgan hakka qarg'adan uyalib, uzoq-uzoqlarga bazo'r uchib ketdi. Donishmand boyqush uni ortidan aqlli boshini aylantirib, ko'zlarini katta-katta ochib qarab qoldi. O'sha kuni boy qiz kechga yaqin uyi oldida qanotlari kuygan bir hakka majolsiz yotganini ko'rdi. Uni uyiga olib kirib parvarish qildi. Don, suv berib davoladi. Hakka sog'ayib, boy qizga o'rganib qoldi va birga yashay boshladi. Uyda yolg'iz beva qolgan boy qiz hakka bilan bo'lib taskin topdi. Kunlarning birida hakka o'z yurtini sog'inib, o'zi tug'ilgan o'rmonga uchib keldi. O'rmon butunlay yonib kul bo'lgan, qurigan daraxt shoxida donishmand boyqushdan boshqa hech kim qolmagandi. Qarg'a dalada go'ng titish bilan ovora edi. Hakka bechora kuyib qorayib ketgan daraxt ustida uzoq o'tirmadi. Og'ir xo'rsinib, ortiga qaytmoqchi bo'lib havoga ko'tarildi. Shu payt o'rmon chetidagi ko'l bo'yida
nimadir yaltiraganini ko'rib qoldi. Yaqinroq borib qarasa, bir yigit qonga belanib hushsiz yotganini ko'rdi. Yigitning qo'lida yaltiragan narsa yurak shaklidagi kichkina oltin quticha ekan. Hakka qutichani olib, boyqizning uyiga uchib keldi. Boyqiz Hakka topib kelgan qutichani ko'rdi-yu, darrov tanidi va ichini ochdi. Quticha ichida qon bilan yozilgan maktubni ko'rdi. Maktubda: "Sevgilim, men qo'shni mamlakatdagi ko'l bo'yidaman. Og'ir yaradorman. Men seni sevaman" deb yozilgan ekan. Xatni o'qigan boyqiz otga mindi-da, o'sha mamlakatga ot choptirib ketdi. 2 kun yo'l yurib, ko'l bo'yiga yetib keldi. Yigit hushsiz yotar, qo'lida bir parcha xat. Boyqiz xatni olib o'qidi. Agar yurak doimo sevsa, ular albatta birga bo'ladi. Boyqiz xatni o'qib ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Yigitni olib yurtiga qaytdi. Bir necha kun muolajadan so'ng yigit ko'zini ochdi. Ko'zini ochib qarasa, yonida yig'lab o'tirgan boyqizni ko'rdi. Uzoq ayriliqdan so'ng 2 oshiq diydor ko'rishdi. Bu voqeadan xabar topgan donishmand boyqush qurigan daraxt shoxida o'tirib, haqiqiy boylik qalbdagi mehr, ixlos va sadoqatdir. Oltin yonadi, uy vayron bo'ladi, lekin haqiqiy sevgi hech qachon o'lmaydi. Bu dunyoda hech narsa behikmat bo'lmaydi, dedi ukkillab.